Al-Farg'oniy, Beruniy, Marg'iloniy, mana buyuk, mana bizni vafomizda yetishgan Termiziy bobolarimiz. Ana shular bizning ma'naviyatimizning sarchashmalari hisoblanadi. Ana shularning tarixini bilishimiz kerak. Voy, bobo, ana u qanday minora? Voy bolam, bu oddiy minora emas. Jarqo'rg'on minorasi. Bu o'z ichiga 1000 yillik tariximiz olgan mo'jiza bu. Bizi tarixni bilmagan el hech vaqt oldinga yurolmaydi. Bu minora o'tmish tariximizning juda katta bir mo'jizasi. Bobo kalonlarimizning mana shu tarixda o'zining o'z davrida bilimi, mehnati asosida qurilib, butun tariximizga mana shunday yagona bo'lib qolgan Jarqo'rg'on minorasini mana qurilishi juda ajoyib qurilgan, o'z davrida, ya'ni spiral tarzda qurilgan, bir-biriga ixchamlanib qurilgan minora bu. Bu bizning buyuk bobo kalonlarimizning haqiqiy mehnat zamiri ko'rib turibdi. Bolam, sen kelajakka o'zingning halol mehnatingni, qilgan ishlaringni, qurgan narsa imoratlarini qoldirayin desang, shunday hozirgi davr fan asosida qoldirgin-ku, ular kelgusi avlodlarga sening qilgan mehnatlaring namuna bo'lsin. Buning uchun bizning buyuk bobo kalonlarimizday seni tomiring mustahkam bo'ladi. Agar tomiring mustahkam bo'lishni istasang, sen hozirdan boshlab mana shunday fanga, ilmga e'tibor berib, tomiringni mustahkam qilishing kerak. Xo'p bo'ladi, bobojon, xo'p bo'ladi. Men katta bo'lsam, shunday yodgorliklar quraman. Xo'p, bolam, Tarixni unuttirmayman. Yangi narsalar quraman. mana shu bolam, mana shu niyatlaring o'zingga yo'ldosh bo'lsin, istiqboling porloq bo'lsin. Tarixni bilgan el yo'qolmaydi. Jarqo'rg'on minorasi bizning kelajakka yo'llovchi porloq yulduzimiz.